trigonometrik tengsizliklarni qilib chiqamiz. Deylik, agar sinus x katta 2 bo'ladigan bo'lsa, bilamizki, sinus qiymati -1 dan 1 gacha bo'ladi. Bu tengsizlik yechimga ega emas. Ikkinchi, aytaylikki, sinus x katta -2 bo'ladigan bo'lsa, sinus qiymatlari -1 dan 1 gacha, -1 oraliqdagi har qanday son -2 dan katta. Bu tengsizlik x ning istalgan qiymatda o'rinli. Deylik, sinus x -1 oraliqdagi son bilan taqqoslansin. Aytaylikki, sinus x'imiz 1/2 dan katta. Tengsizlikni yechaylik. Hop. Birlik aylanadi. Mana bu o'q sinus o'qiydi. Mana bu nuqtalarda sinus qiymati 1/2 ga teng. Xo'p, mana bu yoyning istalgan nuqtasida sinus qiymati 1/2 dan katta bo'lyapti. Yoyni o'rtasi 90 gradus, ya'ni 1/2 bo'lyapti. Xo'p, bu yerdagi burchak 30 bo'lsa, bunisi 150. Yoyni o'rtasi mana bu ikkalasini o'rta arifmetigiga teng bo'ladi har doim. Xususiy yechim sinus x katta 1/2 bo'ladigan bo'lsa, yechim 30 gradusdan 150 gradusgacha bo'lyapti. Bu xususiy yechim. Endi nuqtani har 360 gradusga burganimizda sinusimiz, yana mana bu tengsizligimiz o'rinli bo'laveradi. Umumiy yechim bo'ladigan bo'lsa, endi buni radianda yozsak, 1/6 plus 2 dan 5/6 plus 2 gacha bo'lyapti. Umumiy holda formulasini keltiraylik. Sinus x katta a tengsizlik berilgan bo'lsin. Hop. Birlik aylanadan foydalansak. Aytaylikki, mana bu nuqtada sinusni qiymati a ga teng bo'lsa, mana bu nuqtalarda sinusni qiymati a dan katta bo'lyapti. Mana bu yoyning istalgan nuqtasida sinus a dan katta. Xo'p, yoyni o'rtasi 90 gradus. -90 ni 90 oraliqda sinus x teng a shartni qanoatlantiruvchi qiymat r sinus a edi. Mana r sinus a. Xo'p, yoyni o'rtasi 90 gradus bo'lsa, yoyni boshi bilan oxirini o'rta arifmetigi 90 bo'lishi kerak. Demakki, mana bu nuqtada qiymatimiz pi minus r sinus a. Ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lsalaring 90 gradusda berish kerak. Xususiy yechim r sinus a dan pi minus r sinus a gacha. Umumiy yechim bo'ladigan bo'lsa, 2 qo'shiladi. R sinus a plus 2 dan pi minus r sinus a plus 2 gacha. Hop, keyingi holatlar. Deylik, endi sinusimiz qandaydir sondan katta bo'lgan holatlarni qaradik. Sinusimiz birorta sondan kichik bo'lsin. Aytaylikki, sinus x kichik 2 tengsizlik berilgan bo'lsin. Sinusni har qanday qiymati -1 oraliqda, -1 oraliqdagi har qanday son 2 dan kichik. Bu tengsizlik x ning istalgan qiymatda bajariladi. Deylik, sinus x kichik -2 tengsizlik berilgan bo'lsin. Sinus qiymatlari -1 oraliqda, -1 oraliqdagi har qanday son -2 dan katta. Bu tengsizlik bajarilmaydi, yechimga ega emas. Uchinchi,
aytaylikki sinus x kichik 1/2 tenglikni qirib chiqaylik. Hop, birlik aylanadan foydalanamiz. Mana bu o'q sinus o'qi. Mana bu yerda sinusimiz 1/2 ga teng. Mana bu nuqtaning, mana bu yoyning istalgan nuqtasida sinusimiz 1/2 dan kichik. Mana bu yoy berilgan tenglikni qanotlantiradi. Hop, -90 ni 90 oralıqda sinusimiz qachon 1/2 edi? 30 gradus. Mana yoyni oxiri 30. Yoyni boshini aniqlash uchun mana bu -90 o'rta ekanligidan foydalanamiz. O'rta aritmetigi -90 bo'lsa, demakki bu minusdan 210 bo'lishi kerak. -210 ga 30 ni qo'shsak, -180, 2 ga bo'lsak -90 ni beryapti. Demak, xususiy yechim -210 dan 30 gradusgacha, umumiy yechim bo'ladigan bo'lsa -210 plus 2 pendan 30 plus 2 pengacha. Xohlasalaring radianda yozib qo'yaverasizlar. Endi formulasini umumiy holda keltiraylik. Sinus x kichik a bo'lsin. A 1 dan katta bo'lsa doim o'rinli, a -1 dan kichik bo'lsa yechimga ega emas. A ni qiymati -1/1 oralig'ida bo'lsin. Hop, birlik aylanadan foydalansak, mana bu nuqtada sinusimiz a bo'lsin. Mana bu yoyning istalgan nuqtasida sinusning qiymati a dan kichik. Mana bu yoy berilgan tenglikni qanotlantiradi. Hop, -90 ni 90 oralig'ida sinus x teng a bo'lsa, burchak ta'rifga ko'ra arsinus a edi. Yoyni o'rtasi -90 bo'lsa, yoyni boshi bilan oxirini o'rta aritmetigi -90 bo'lishi kerak. Demakki, bu yerda qiymatimiz -pi minus arsinus a bo'lishi kerak. Mana bu yoyni boshi bilan oxirini qo'shib 2 ga bo'lsalaring -90 ni beradi. Nega yechimimiz minusdan pi minus arsinus a plus 2 pendan arsinus a plus 2 pengacha bo'lar ekan. Biz hozir sinus qatnashgan tengliklarni qarab chiqdik. Yozib olasizlar. Kosinusga oid tengliklarni qaraylik. Kosinus x katta 2 tenglikda kosinus qiymatlari -1 dan 1 gacha bo'la oladi. -1/1 oralig'ida har qanday son 2 dan kichik. Bu tenglik yechimga ega emas. Kosinus x katta -2 tenglik bo'ladigan bo'lsa, kosinusda har qanday qiymati -2 dan katta. Tenglik x ning istalgan qiymatda o'rinli. Delik, kosinus x katta ilzosti 2/2 tenglikni qirib chiqaylik. Birlik aylanadan foydalanamiz. Hop, mana bu nuqtada kosinus qiymati ilzosti 2/2 ga teng. Mana bu o'q kosinus o'qi edi. 0,180 gradus oralig'ida kosinusimiz qachon ilzosti 2 edi? 45 gradusda. Mana bu yoyning istalgan nuqtasida kosinus qiymati ilzosti 2/2 dan katta bo'lyapti. Yoyni o'rtasi 0 bo'lgani uchun
yoyni boshi bilan oxirini o'rta arifmetigi ham 0 bo'lishi kerak. Demakki, bu minusdan 45 bo'lyapti. Xususiy yechim minus 45 oraliq bo'lyapti. Umumiy yechimga 2 pen qo'shiladi. Yechim hop minus bittasi 4 plus 2 pendan bittasi 4 plus 2 pengacha. Umumiy holda formulasini keltiraylik. Kosinus x katta a bo'lsin. A minus 1dan 1gacha bo'ladigan bo'lsa, formulasini keltiramiz. Aytaylikki, mana bu nuqtada kosinus qiymati a ga teng bo'lsa, mana bu o'q kosinus o'q. Xo'p, mana bu yoyning istalgan nuqtasida kosinus qiymati a dan katta bo'lyapti. 0-180 gradus oralıqda kosinus x'imiz a bo'lsa, burchagimiz arc kosinus a bo'lardi. Demak, 0-180 oralıqdagi kosinus x teng a shartini qanoatlantiruvchi burchak arc kosinus. Xo'p, yoyni o'rtasi 0 bo'lsa, demak yoyni boshi bilan oxirini o'rta arifmetigi 0 bo'lishi kerak. Bu yerdagi burchagimiz minusdan arc kosinus a. Xususiy yechim minus arc kosinusdan arc kosinusgacha, umumiy yechimga 2 pen qo'shiladi. Yechim minus arc kosinus a plus 2 pendan arc kosinus a plus 2 pengacha. Endi kosinusimiz birorta sondan kichik bo'lgan holatlarni qaraylik. Kosinus x kichik 2 dan bo'lsin. Kosinusning har qanday qiymati 2 dan kichik. Chunki kosinusimiz minus 1 dan 1gacha. Bu tengsizlik x ning istalgan qiymatda bajariladi. Kosinus x kichik minus 2 tengsizlikni qaraylik. Kosinus qiymatlari minus 1 dan 1gacha. Uni har qanday qiymati minus 2 dan katta. Bu tengsizlik bajarilmaydi, yechimga ega emas. Deylik, kosinus x kichik, masalan, 1/2 tengsizlikni qarab chiqaylik. Xo'p, birlik aylanadan foydalanamiz. Mana bu o'q kosinus o'qi. Mana bu yerda kosinusimiz 1/2 dan kichik. Mana bu yoyning istalgan nuqtasida kosinus qiymati 1/2 dan kichik bo'lyapti. 0 dan pi gacha bo'lgan oralıqda, 0 pi oralıqda kosinus qachon 1/2 edi? 60 gradus edi. Mana. Xo'p, yoyni boshi 60 bo'lyapti. Yoyni oxiri qanday bo'lsa, o'rta arifmetigi pi bo'ladi. Bu 180 bo'lsa, bu necha bo'lishi kerak? 300 gradus bo'lishi kerak, ha? Mana. 300 bilan 60 qo'shsalaring 360 o'rta arifmetigi pi. Demakki, buni yechimi xususiy yechim 60 dan 300 gacha, umumiy yechim bo'lsa 2 pen qo'shiladi. Ya'ni bittasi 3 plus 2 pendan 5 bittasi 3 plus 2 pengacha. 4-chi. Kosinus x kichik a tengsizlikni umumiy holda qarab chiqaylik. Formulasini keltiramiz. Hop, birlik aylanadan foydalanamiz. Mana bu o'q kosinus o'qi.
Mana bu nuqtada kosinsimiz aga teng bo'lsin. Mana bu yoyning istalgan nuqtasida kosins qiymati a dan kichik bo'lyapti. Xo'p, 0-180 oralıqda kosinus x teng a shartini qanoatlantiruvchi burchak arc kosinus a bo'lardi. Yoyni boshi bilan yoyni oxirini o'rta arifmetigi 180 bo'lishi kerak. Demakki bu 360 minus arc kosinus a bo'ladi. Ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lsalaring 180 ni beryapti. Demak, tengsizlik yechimi arc kosinus a plus 2pi dan hop 2pi minus arc kosinus a plus 2pi gacha bo'lar ekan. Mana kosinusga doir tengsizliklarni qarab chiqdik. Yozib olasizlar. Tangensga oid tengsizliklarni qaraylik. Deylik, tangens x katta a tengsizlikni qarab chiqamiz. Bunda a ni qiymati cheklanmagan, a ning istalgan qiymatda tengsizlik yechimga ega. Buning uchun tangensni grafikini yasaylik. Tangensni grafigi hop bitaqsim 2 bilan minus bitaqsim 2 da uzilardi. Mana minus bitaqsim 2 yu bitaqsim 2 oralig'idagi grafikini yasaydigan bo'lsak, mana bu ko'rinishda bo'lyapti. Aytaylikki, mana bu nuqtada tangensni qiymati a bo'lsa, mana bu nuqtalarda tangensni qiymati a dan katta. Minus 90 oralig'ida tangensimiz a bo'ladigan bo'lsa, unga mos keladigan burchak arctangens a bo'lardi. Mana arctangens a. Arctangens a dan bitaqsim 2 gacha bo'lgan oralig'da tangens a dan katta. Xususiy yechim arctangens a dan bitaqsim 2 gacha. Umumiy yechim bo'ladigan bo'lsa, bu oralig'ga pen qo'shiladi. Ya'ni yechim arctangens a plus pen dan bitaqsim 2 plus pen gacha. Ikkinchi, tangensni qiymati a dan kichik bo'lgan holatni qarab chiqaylik. Bunda ham a cheklanmagan. Grafikini yasaylik. Grafikimiz bitaqsim 2 bilan minus bitaqsim 2 da uziladi. Grafiki mana bu ko'rinishda. Mana bu minusdan bitaqsim 2, bunisi bitaqsim 2. Mana bu nuqtada tangensni qiymati a bo'lsin. Mana bu nuqtalarda tangensni qiymati a dan kichik. Tangensimiz a bo'ladigan burchakni arctangens a deymiz. Minus bitaqsim 2, bitaqsim 2 oralig'ida tangensimiz a bo'lsa, burchak arctangens a bo'ladi. Minus bitaqsim 2 dan arctangens a gacha bo'lgan burchaklarda tangens qiymati a dan kichik. Xususiy yechim minus bitaqsim 2 arctangens a. Umumiy yechimga pen qo'shiladi. Shunda yechimimiz minus bitaqsim 2 plus pen dan arctangens a plus pen gacha. Xo'p, kotangensni qarab chiqaylik. Change. Kotangens x katta a. A ning har qanday qiymatda bu tengsizlik yechimga ega. Uni yechish uchun kotangensni grafikini keltiraylik. Kotangensni grafigi 0 da uziladi hamda pi da uzilardi. Mana grafigi kamayadi. Mana bu nuqtada kotangensimiz a bo'lsin. 0 bilan pi da uzilyapti.
Mana bu nuqtalarda katangiz nima bo'lyapti? A'dan katta. 0 pi oralig'ida katangizimiz A bo'ladigan burchakni arc katangiz A deganmiz. 0 dan arc katangiz A'gacha bo'lgan burchaklarda katangizimiz A'dan katta. Shundaga yechim. Endi umumiy yechim bo'ladigan bo'lsa, Pn qo'shiladi. Pn dan arc katangiz A plus Pngacha. 4-chi katangiz x ni qiymati A dan kichik tengsizlikni qaraylik. A cheklanmagan. Grafikini yasasak, grafigi 0 da uziladi hamda pi da uziladi. Grafikimiz kamayuvchi. Aytaylikki, mana bu nuqtada katangiz A bo'lsin. Mana bu nuqtalarda katangizimiz A dan kichik. 0 dan pi gacha bo'lgan oralig'da katangiz x teng A bo'lsa, burchak arc katangiz A degandik. Arc katangiz A dan pi gacha bo'lgan oralig'dagi burchaklar tengsizlikni qanoatlantiryapti. Xususiy yechim. Umumiy yechim bo'ladigan bo'lsa, Pn qo'shiladi. Yechim arc katangiz A plus Pn dan pi plus Pngacha bo'lyapti. Mana tangiz bilan katangizni ham qarab chiqdik. Yozib olasizlar.